va barcha odamlar shomda yig'ilishgandan so'ng Alloh taolo yengil shamol yuboradi. Ipak kabi mayin shamol. Va har bir mu'min yoki qalbida zarracha bo'lsa ham la ilaha illalloh bo'lgan odam shamolni sezishi bilan vafot etadi. Bu shamol esib o'ldiraveradi va butun dunyoda biror mu'min odam qolmaydi. Yerdan Qur'on ko'tariladi va Allohning ismi bo'lgan barcha narsa ko'tariladi. Yerda maxluqotlarning eng yomonlari qoladi. Ana o'shalarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Qiyomat qanday qoyim bo'ladi? Surning sohibi bo'lgan farishta. Uning ismi esa Isrofil. Surni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam paytida og'ziga olib kelgan va unga puflaydigan vaqtni kutib turadi. Shunday qilib og'ir sur chalinadi. Juda ham baland. Juda ham qattiq surga puflaydi. Juda baland tovush. Chaqmoq yerga urgani kabi yoki momaqaldiroqning tovushi kabi.